Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Siz quyoshga kam chiqasizmi? Ehtimol ish yoki dars tufayli kun bo'yi yopiq joydasiz yoki issiq yoz kunlari uyda qolishni afzal ko'rasiz. Ammo bilasizmi, quyosh nuri tanangiz uchun zarur bo'lgan muhim modda vitamin D asosiy manbai hisoblanadi. Ko'pchiligimiz uchun bu oddiy narsa tuyulishi mumkin, lekin ko'p odamlar bilmaydilar. Vitamin D yetishmasligi nafaqat suyaklarga, balki butun organizmga, ayniqsa bo'g'imlar va asab tizimiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar sizda tez-tez bo'g'imlaringiz og'riyotgan bo'lsa, mushaklaringiz zaifroq, kayfiyatingiz tushib qolayotgan bo'lsa yoki hatto tushkunlik his qilayotgan bo'lsangiz, bu belgilar vitamin D yetishmasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bugun biz shu muhim mavzu haqida gaplashamiz. Nima uchun vitamin D bizga kerak? Uning yetishmasligi qanday kelib chiqadi va eng muhimi, o'zimizni qanday himoya qilishimiz mumkin? Keling, birgalikda bilib olaylik. O'zbekistonda vitamin D yetishmasligi qanchalik keng tarqalgan muammo. Bizning mintaqamizda quyosh nuri kam emas, aksincha, yoz kunlari juda issiq bo'ladi. Lekin aynan shu sababdan ko'pchilik odamlar issiqdan qochib uyda qolishni afzal ko'radilar. Ofislarda, bino ichida ishlaydigan xodimlar, talabalar, uy bekalali, hammasi kun davomida yopiq joylarda vaqt o'tkazadi. Bundan tashqari, ko'plab ayollar va qizlar milliy an'analarimizga ko'ra yopiq kiyim kiyishadi. Bu albatta hurmatli va ma'naviy jihatdan muhim, lekin ayniqsa qish oylarida teri kam quyosh nurini qabul qiladi. Ovqatlanish tarzimizda ham sabab bor. Bizning an'anaviy taomlarda baliq, sut mahsulotlari, tuxum etarilcha iste'mol qilinmaydi. Ana shu omillarning barchasi vitamin D yetishmasligiga olib keladi. Dunyo bo'ylab olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hatto quyosh nurli mamlakatlarda ham vitamin D yetishmasligi juda keng tarqalgan. Ayniqsa shahar aholisi orasida bu muammo kuchaygan. Vitamin D bu aslida nima? Keling sodda qilib tushuntiramiz. Vitamin D bu organizmimiz uchun juda muhim modda. Uning asosiy vazifalaridan biri kalsiyni so'rilishiga yordam berish. Kalsiy esa suyaklar va tishlarimiz uchun zarur. Lekin vitamin D faqat suyaklar uchungina emas, balki muskullarga, asab tizimiga, immunitetga ham kerak. Endi eng qiziq tomoni, vitamin D tanangizda qanday hosil bo'ladi? Birinchidan, quyosh nuri teringizga tushadi. Teringizda maxsus modda mavjud bo'lib, quyosh nuri ta'sirida vitamin D ning boshlang'ich shakli hosil bo'ladi. Keyin bu modda qonga o'tadi. Ikkinchidan, qon orqali jigar va buyraklarga boradi. Ana o'sha organlarda vitamin D faol holatga keladi, ya'ni organizm uchun foydali shaklga o'zgaradi. Demak, vitamin D hosil bo'lishi uchun 3 ta narsa kerak: quyosh nuri, sog'lom teri va normal ishlaydigan jigar bilan buyraklar. Agar ushbu zanjirning biror elementi buzilsa, vitamin D yetishmasligi boshlanadi. Nima sababdan vitamin D yetishmasligi paydo bo'ladi? Sabablari juda ko'p. Keling, asosiylarini ko'rib chiqaylik. Birinchi sabab quyosh nurining yetishmasligi. Agar siz ofisda yoki uyda ko'p vaqt o'tkazsangiz, teringiz quyosh nurini deyarli qabul qilmaydi. Qishda kunlar qisqaradi, havo sovuq bo'ladi, biz ko'proq yopiq kiyinib, tashqarida kam yuramiz. Ikkinchi sabab noto'g'ri ovqatlanish. Vitamin D tabiiy ravishda baliq, ayniqsa yog'li baliq turlarida, tuxum sarig'ida, sut mahsulotlarida uchraydi. Agar bunday ovqatlarni kam yesangiz, tanangizga vitamin D yetarli kelmaydi. Uchinchi sabab ortiqcha vazn yoki semizlik. Vitamin D yog'da eriydigan vitamin. Agar tanada ortiqcha yog' bo'lsa, u vitamin D ni o'ziga tortib, qonga chiqishiga to'sqinlik qiladi. To'rtinchi sabab yosh. Keksalarda teri quyosh nuridan vitamin D hosil qilish qobiliyati kamayadi. Shuningdek, jigar va buyraklarning ishlashi ham susayadi. Beshinchi sabab stress va uyqusizlik. Doimiy stress va kam uxlash immunitet va gormonlar muvozanatini buzadi. Buning oqibatida vitamin D almashinuvi ham buziladi. Bundan tashqari, ba'zi kasalliklar, masalan jigar yoki buyrak kasalliklari, ichak kasalliklari vitamin D yetishmasligiga olib kelishi mumkin. Vitamin D yetishmasligining belgilari qanday? Endi eng muhim qismga o'taylik. Qanday qilib bilish mumkin tanangizda vitamin D yetishmayotganini? Vitamin D yetishmasligi ko'pincha sekin, jimjit paydo bo'ladi. Odamlar darhol tushunmaydi. Belgilari boshqa kasalliklar bilan o'xshash bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik bu muammoni e'tiborsiz qoldiradi. Eng keng tarqalgan belgilardan biri doimiy charchoq va energiya yetishmasligi.
Siz yaxshi uxlaysiz, lekin uyg'onganingizda o'zingizni hali ham charchagan his qilasiz. Kun davomida kuch yo'q, hech narsaga ishtaha yo'q. Ikkinchi belgi mushaklardagi zaiflik va og'riq. Oyoqlaringiz og'ir, muskullarga yuk tushganda tez charchasiz. Ba'zan muskullarda tutilish yoki og'riq paydo bo'ladi. Uchinchi va juda muhim belgi bo'g'imlardagi og'riq. Tizza, son, elka, qo'l barmoqlari bo'g'imlari og'riydi. Ayniqsa ertalab turib olganingizda yoki uzoq vaqt o'tirgandan keyin harakatlanish qiyin bo'ladi. To'rtinchi belgi kayfiyatning tushishi, tushkunlik, xavotirlanish. O'zingizni motivatsiyasiz his qilasiz. Hech narsaga qiziqish yo'q, ko'ngli ko'tarilmaydi. Ba'zan hatto vahima hissi yoki doimiy xavotir paydo bo'ladi. Beshinchi belgi immunitetning zaiflashishi. Tez-tez shamollaysiz, yo'tal, gripp bosadi. Kasallik uzoq davom etadi. Tuzalib ketish sekin boradi. Oltinchi belgi soch va tirnoqlarning zaiflashishi. Soch to'kilib tushadi, tirnoqlar mo'rt bo'lib oson sinadi. Agar sizda bunday belgilarning bir nechasi mavjud bo'lsa, shifokorga murojaat qilish kerak. Faqat qon tahlili orqali vitamin D darajasini aniq bilish mumkin. Nima uchun bo'g'imlar og'riydi? Endi vitamin D va bo'g'imlar o'rtasidagi bog'lanishni tushuntirib beraylik. Vitamin D ning eng muhim vazifasi kalsiyni ichakdan so'rilishiga yordam berish. Kalsiy esa suyaklarni mustahkam qiladi. Agar vitamin D yetishmasa, kalsiy yaxshi so'rilmaydi. Natijada suyaklar zaiflanadi. Ularning zichligi kamayadi. Bo'g'imlar bu suyaklar o'rtasidagi qo'shimcha joy. Ularni himoya qiluvchi to'qima va suyuq last mavjud. Agar suyaklar zaif bo'lsa, bo'g'imlarga ko'proq yuk tushadi. Shuning uchun og'riq paydo bo'ladi. Bundan tashqari, vitamin D yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Yallig'lanish bu organizmning turli zararli ta'sirlarga javob berishi. Agar vitamin D kam bo'lsa, bo'g'imlarda yallig'lanish kuchayadi. Bu esa og'riq, shishish, qizarish kabi belgilarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa revmatoid artrit, osteoartrit kabi kasalliklar bilan og'rigan odamlarda vitamin D yetishmasligi holatni yanada yomonlashtiradi. Shuning uchun shifokorlar ko'pincha bo'g'im kasalliklari bilan birga vitamin D darajasini tekshirishni tavsiya qiladilar. Esda tutingki, bo'g'im og'rig'i har doim ham vitamin D yetishmasligi degani emas, lekin agar boshqa belgilar ham mavjud bo'lsa, tekshirish kerak. Nima uchun asab tizimi zarar ko'radi? Endi asab tizimi haqida gaplashaylik. Bu juda qiziq va muhim mavzu. Vitamin D faqat suyaklar uchun emas, balki miya va nervlar uchun ham juda zarur. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, miyada vitamin D uchun maxsus qabul qiluvchilar mavjud, ya'ni miya vitamin D dan faol foydalanadi. Vitamin D miyada turli muhim jarayonlarga ishtirok etadi. Masalan, u kayfiyat uchun mas'ul bo'lgan kimyoviy moddalar, serotonin, dopamin ishlab chiqarilishiga yordam beradi. Agar vitamin D yetishmasa, bu moddalar kam bo'ladi. Natijada odam tushkunlikka, xavotirga, kayfiyat o'zgarishiga duchor bo'ladi. Bundan tashqari, vitamin D nervlarni himoya qiladi. Nervlar bu elektr signallari yuradigan yo'llar kabi. Ular atrofida maxsus himoya qatlami bor. Vitamin D bu qatlamni sog'lom saqlashga yordam beradi. Agar vitamin D kam bo'lsa, nervlar zarar ko'radi, signallar sekin o'tadi. Shuning uchun qo'l-oyoqlarda uyqusirash, tutilish, zaiflik paydo bo'lishi mumkin. Keksalarda vitamin D yetishmasligi xotira susayishi, e'tiborning kamayishi bilan bog'liq. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vitamin D Alsgeymer kasalligini oldini olishda ham rol o'ynashi mumkin. Shuningdek, vitamin D uyqu sifatiga ham ta'sir qiladi. Agar u yetishmasa, uyqusizlik, bezovta uxlash muammolari paydo bo'lishi mumkin. Demak, vitamin D bizning ruhiy va aqliy sog'lig'imiz uchun ham juda muhim. Qanday qilib vitamin D yetishmasligining oldini olish mumkin? Endi eng foydali qismga o'taylik. Profilaktika va turmush tarzimizni o'zgartirish haqida gaplashamiz. Birinchi va eng muhim tavsiya, quyosh nuridan to'g'ri foydalaning. Har kuni kamida 20-30 daqiqa quyoshda yurish juda foydali. Eng yaxshi vaqt ertalab soat 10 dan 2 oralig'i yoki tushdan keyin soat 4-5 da. Bu vaqtlarda quyosh nuri juda qattiq emas, lekin vitamin D hosil bo'lishi uchun yetarli. Muhimi, teringiz quyosh nuriga ochiq bo'lishi kerak. Masalan, yuz, qo'llar, oyoqlar. Albatta, teri saratonidan saqlanish uchun juda uzoq vaqt quyoshda turmang va tushlik vaqtida juda issiq bo'lganda ehtiyot bo'ling. Agar siz yopiq kiyim kiysangiz, unda ovqat orqali vitamin D olish va shifokor maslahati bilan qo'shimcha vitamin qabul qilish zarur bo'lishi mumkin. Ikkinchi tavsiya, to'g'ri ovqatlanish. Vitamin D boy ovqatlarni doimiy ravishda iste'mol qiling. Boy manbalar yog'li baliqlar, masalan, losos, makrel, sardalya,
Bundan tashqari, tuxum sarig'i, sut, qatiq, pishloq, sariyog' ham vitamin D ni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda ko'plab mahsulotlar vitamin D bilan boyitiladi. Sut, yogurt, non xarid qilayotganda etiketkalarga e'tibor bering. 3-dan, jismoniy faollik. Muntazam mashqlar, yugurib yurish, suzish, yoga bularning barchasi suyaklar va mushaklarni mustahkamlaydi. Bundan tashqari, harakatda bo'lganingizda quyoshga chiqish imkoniyati ko'payadi. 4-dan, vazningizni nazorat qiling. Sog'lom vazn vitamin D ning to'g'ri so'rilishi va ishlatilishi uchun muhim. 5-dan, stressni kamaytiring, yaxshi uxlang. Stressni boshqarish texnikalarini o'rganing. Nafas mashqlari, meditatsiya, sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullaning. Har kuni kamida 7-8 soat uxlashga harakat qiling. Shuni yodda tutingki, tabletka ichish yoki quyoshda yotish oldidan har doim shifokor bilan maslahatlashing. Har bir inson alohida va sizga qancha vitamin D kerakligi bu faqat qon tahlili orqali aniqlanadi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Bu juda muhim savol. Ko'p odamlar o'z-o'zini davolashga urinadi, lekin bu xavfli bo'lishi mumkin. Agar sizda yuqorida aytib o'tilgan belgilarning bir nechasi mavjud bo'lsa, masalan, doimiy charchoq, bo'g'im og'rig'i, kayfiyat tushib qolishi, tez-tez kasallash, shifokorga boring. Shifokor sizga oddiy qon tahlilini buyuradi. Bu tahlil vitamin D ni qondagi darajasini ko'rsatadi. Natijaga qarab, shifokor kerakli dozadagi vitamin D preparatini yozib beradi. E'tibor bering, vitamin D ni o'z-o'zingizcha nazoratsiz qabul qilish xavfli. Juda ko'p miqdorda vitamin D zaharlanishga olib kelishi mumkin. Belgilari: ko'ngil aynishi, qusish, zaiflik, buyrak muammolari. Shuning uchun har doim shifokor maslahati bilan harakat qiling. U sizning ahvolingiz, boshqa kasalliklaringiz, qabul qilayotgan dorilaringizni hisobga oladi va to'g'ri dozani belgilaydi. Yana bir muhim nuqta: vitamin D darajasini davolashdan keyin ham nazorat qilish kerak. Shifokor sizga qancha vaqtdan keyin qayta tahlil topshirish kerakligini aytadi. Unutmangki, vitamin D bu sehrli dori emas. U faqat sog'lom turmush tarzining bir qismi. Balansli ovqatlanish, harakatda bo'lish, yaxshi dam olish, bularning barchasi birgalikda sizning sog'lig'ingizni himoya qiladi. Xulosa, aziz tomoshabinlar, bugun biz vitamin D ning ahamiyati, uning yetishmasligi sabablari, bo'g'imlar va asab tuzumiga ta'siri haqida gaplashdik. Keling, asosiy fikrlarni takrorlaymiz. Vitamin D tanangiz uchun juda muhim modda. U suyaklar, muskullar, bo'g'imlar, asab tizimi va immunitet uchun zarur. Uning asosiy manbai quyosh nuri. Lekin zamonaviy turmush tarzida ko'pchiligimiz quyoshga kam chiqamiz, shuning uchun vitamin D yetishmasligi juda keng tarqalgan. Belgilari: doimiy charchoq, muskullar va bo'g'imlardagi og'riq, kayfiyat tushishi, tushkunlik, tez-tez kasallash. Agar sizda bunday belgilar bo'lsa, shifokorga murojaat qiling va qon tahlili topshiring. Profilaktika uchun har kuni quyoshda yuring, baliq, tuxum, sut mahsulotlarini iste'mol qiling, harakatda bo'ling, sog'lom vazn saqlang va yaxshi uxlang. Esda tutingki, sog'liq eng qimmatli boylig'imiz. Unga e'tibor bering, o'zingizga g'amxo'rlik qiling. Kichik o'zgarishlar katta natijalar beradi. Agar sizda savollar bo'lsa yoki qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, albatta shifokoringizga murojaat qiling. Va esda tutingki, siz yolg'iz emassiz. Sog'liq mutaxassislari sizga yordam berishga har doim tayyor. Bu video faqat umumiy ma'lumot uchun. Agar sizda vitamin D yetishmasligi belgilariga o'xshash holatlar bo'lsa, shifokorga murojaat qiling. Sog'lom bo'ling.